Başladık. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalam, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi o'g'il. Ko'pchilikka assalomu alaykum, amallar yaxshimi? Bugungi Urumchi qirg'inchiligi shohidlari suhbatlari deb ekranimga alohida bir mehmon taklif qildim. Eee, Ekranimda Habibulla Izchi akamiz, ya'ni ayni chog'da 5-iyul kuni kechasi butun shaharni bir soqchi mashinasida aylanib chiqib, butun hamma qirg'inchiliklarni o'z ko'zi bilan ko'rib, shohid bo'lgan ham shularni tafsiliy o'zidan bir anglab boqayli, bir shohidlar, qirg'inchilikning shohidlari bir suhbat qilib boqayli deb bu suhbatni o'rinlashtirdim. Man o'zim ilgari ko'rgan anglag'anlarimni asosan so'zlab bo'lgandan keyingi bu programmada asosliqi akamizniki so'zlarini anglayli. Qaytadan ham sizga takror salom. Oldi bilan o'zingizni tanishtirishdan boshlab ketamdiq. Bo'ldi, boshlab ketaylik. Assalomu alaykum. Mening ismim Habibullo Izchi. Sosyal medyada ham undan boshqa yozayotgan yozmalarimda, maqolalarda hammasida Habibullo Izchi ismi bilan yozyapman. Izchi bizniki rahmatli ustozimiz Nizomiddin Huseyninki taxallusi, ya'ni qo'llangan ismi. Chunki o'z vaqtida bizning ustozimiz shu Sharqiy Turkistonning yaqin zamon tarixidagi nurg'un inqilobchilar yoshlarni tarbiyalagan, undan keyin Sharqiy Turkistonning ichida Qashqar, Xotan, Oqsu mamlakatning hamma yerda millatning qora qutisi sifatida xizmat qiladigan nurg'un yoshlarni tarbiyalagan bir kishi. Shu sabab bilan o'zi izchi taxallusini qo'ygan ekan. Bizmo shu izchi degan nomda faoliyat olib boratdik. Shu chet elga chiqqandan keyin ham chet elda oxirgi qatimmo bizning ustozimiz sen bu Habibullo Izchi degan ism bilan shundan qil deb mana shunda bir qatim shunda degan shu bo'yicha men Habibullo Izchi deb davomli shuni qo'llanib kelyapman. Rahmat. Endi asli konu temaga kelsak, meningki bu 7-ayning 5-kundagi, ya'ni 5-iyul qirg'inchiligi va uning oldin keyindagi ishlarni bu qadar tafsiliy qilish bilishimdagi sababdan birsimi shu rahmatli ustozimizning tutgan yo'li bo'yicha Sharqiy Turkistondagi yaqin zamon tarixida bo'lib o'tgan Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli cho'ng ishlardan mamlakatning mayli Qashqarda bo'lsin, mayli Xotanda bo'lsin, mayli Aqsuda bo'lsin, biroq qarshilik harakatlari Xitoyga qarshi, biroq qo'zg'alishlar yoki namoyishlar degandek biroq voqealar bo'lib o'tsa, Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli biroz siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, shu voqea bo'lganda yoki undan keyin ma'lum vaqtda ashaga berib munosabat doiramiz bilan shu voqeaga munosabatli uchurlarni to'plab shunday xotir qoldirib qilatdiq. Chunki bu bir millatning tarixi. Menga o'xshash men bilmaydigan nurg'un do'stlarimiz bor vatanda shunday faoliyatlarni qilayotgan. Xitoy bizniki tariximizni bo'libmi Uyg'urlarniki, Xitoyniki, kommunist Xitoyning ishg'olidan keyingi yaqin zamon tariximizni keyingi avlodlarningki bilishini xohlamasligi, chet el dunyosidan, chet el jamoatchiligidan yo'shirishi, ondan keyin Xitoyniki o'zining ichki siyosatidami Uyg'urlarningki Xitoy davlatiningki siyosatga eng cho'ng bosh og'rig'i ekanligini o'zining xalqidan yo'shirishi maqsadi bo'lganligi uchun bizning vatanda bo'lgan voqealarni har zamon Xitoy cho'ngini kichiklatib, kichikini yo'q qilib yoki ta'tir tashviq qilib keldi. Shunga bizga o'xshash odamlar shu bo'lgan voqealarni asli kelib chiqishi, nada bo'lgan, qanday bo'lgan, bu voqea qanday bir taraf qilindi, bizning qarindoshlarimizni Uyg'urlardan qanchalik odam ziyonkashlikka uchradi, qanchalik odam tutildi. Xitoy qancha qismi buni rasmiy sonlarni demaydi, masalan. Sot asımı demaydi bundan narsalarni, bo'libmi siyosiy munosabatli voqealarni asosan un-tinsiz bir tarafga o'tadi. Shunga bizlar shu mushuni keyingi avlodlarga yetishtirish, millatniki qora quti sifatida buni bir xotirlab menish uchun shunday faoliyatlarni qilatdik.
Şu sebep bilen 7. ayının 5. günü ben bütün vakalarını asasen kördüm. Endi bunda buluşudaki sebep 7. ayınki 5'den burun ben bu Hangzhou'da o'qiyotgan. Hangzhou'da Zhejiang Universitetininki o Chai Yanjuyan deydigan o Çay tadqiqot markazi, ya'ni hozir Çay tadqiqot instituti bo'lib ketdi-ku. Shu vaqtda mana shunda men shu yerda o'qiyotgandim. Çünkü benim qilgan kasbim, tijoratim asosan mush choyga munosabatli bo'lganligi uchun bu choy degan qanday narsa, biz buni chuqur o'qishim kerak deb. Yana birisiga bu choy u yerda o'qishimga turtki bo'lgan narsa, biz rahmatli ustozimiz bilan 1994-yilgi, demak 94-yilning oxiri Şinjan gazeti, Asiya Kindik gazeti, Ürümçi Keşlik gazetida mush Qorchoy va Uyg'urlarning shallash engi degan temada Ablet Abdurishit Barqininki bir maqolasi e'lon qilindi. Bu maqola e'lon qilingandan oldi keynida andaki mushu Qorchoy to'g'riliq, Uyg'urlarning choy madaniyati to'g'riliq izlanib nurg'un narsalarni, faoliyatlarni olib bordik. Buningki asosli sababkordan birisi vaqtda burun 2 kun doktorxona oldiga boradigan yo'l bazati Do'nko'rik savdo bozori deydi. Shu bozorning oldida Çay Asal degandek tijoratni qilgan Yasin Najim deb bir odam bor, rahmatli. Bu odam bizga mush Uyg'urlarning choy madaniyati to'g'riliq bir narsa e'lon qilsanglar deb bizning ustozimizga shu to'g'riliq talab qo'yib ekan. Chunki Qorchoy to'g'riliq shu vaqtning o'zida Qorchoyning ichidan paypoq chiqdi, to'q paylar chiqdi, chashqonning o'liklari chiqdi degandek gap so'zlar bo'lib ketdi. Bu haqiqatan rost. Hatta Xitoyninki shu Beyjingdagi cho'ng-cho'ng gazetlarda e'lon qilingan bir Xitoy Urumchi kelib choy setyapti, choy ichibdi, ochganda bu choy shunda tetib ketib, naning choyi bu desa, choyni aka ko'zitib qo'yib qilsa deb shuning bu Xitoy bitaqti choyni atay Urumchidan setyapti, opirib ossa bu choyning ichidan paypoq chiqibdi. Chiqqandan keyin bu Xitoy buni Beyjingda bir gazetda yozsa bo'ldi. Biz bu maqolani saqlab qo'ygan Qoran gazetdan. Qorchoyga munosabatli nurg'un uchurlarni chiqqan. Shuning bilan anikin u shu vaqtning o'zida bu Ablet Abdurishit Barqining maqolasi e'lon qilingandan keyin shuning Uyg'urlarda Xitoyning Qorchoyni boykot qiladigan yana bir cho'ng bir o'zgarish, inqilob qo'zg'alib ketdi hisobda. Bütün Uyg'ur oilalari Qorchoyni maynat deb uydan siqib chiqadi. Ashqatim shu faoliyatda anikin Abnum rayonining shu vaqtdagi raisi Ablet Abdurishit Vanglochanlar nima dedi desangiz, bu aniqlam bu bir aksini inqilobiy qilmash. Bu degani bir davlatniki nimasini boykot qilishga kirdi. Buning munosabatli odamlar qattiq jazolantirildi deb shunda degandi. Gazetlarda shunda e'lon qilgan. Shu vaqtning o'zida ta shu zamonga kelguncha andikin yana birisiga bizning vatanning choy tijoratini Bingtuan kontrol qildi ekan to'qaran. Bingtuan chozi g'unsi deydi. Bingtuanning shu choy, tuz, mushlarni Bingtuan kontrol qildi ekan to'q. Shu Qorchoyni boykot qilish inqilobida Xitoy hisobda shu umumiy e'lon qilgan sonda 400 millionga yaqin ziyon tortdi deb ashunda dedi. Hamda ashunda evet 400 milyon dedi. Şununla andakin bu vaqtlarda masalan balkim sizin bilishingiz mumkin 94-95 uylardan asosan Qorchoyni siqib chiqarib etgan. Nurg'un oilalar. Andakin Xitoy buni chidamay Qorchoy va Ipak yo'li deb Qorchoy unda pokiz, manda pokiz deb hujjatli filmlarni ishladi. Vanglochan Ablet Abdurishitlar atayan Xunanga berib choy zavodlarini imomlarni olib ziyorat qildi, uni xabarlarda qo'ydi. Shunda qilib boqsimi uning ta'siri bo'lmadi. Qorchoyni shu vaqtda bir mezgil siqib chiqarayotgan. Undan keyin andakin men tijorat sohasiga kirgan vaqtning o'zida mush choy tijoratini qilay deb. Chunki choy tijorati birsi Xitoy qarasangiz, Xitoyda bir qadar men bularni endi ko'p madaniyatli deb bilmayman, ammo bularning ko'z qarashi bo'yicha bir qadar klassik madaniy odamlari andakin nima deymiz, o'zininki madaniyatiga bog'liq, o'zining madaniyatiga bog'liq qolgan odamlar asosan choy tijoratini qildi Xitoyda. Bu anda bo'lgandan keyin bir xil klassik qismi. Hamda biznikida cho'lsangiz, biz faqat choyda bizniki choy madaniyatimizda faqat choyni damlaymiz, ichimiz unda Xitoyga o'xshash unda
70 uyun qo'ydigan ishlar yo'q. Unda bo'lgandan keyin shuni dedim, endi biz bu choyni ichdik ekanmiz, choy nereden keldi, nimadan keldi? Men mana shuni tanishishim kerak. Oldi bilan men bu tijoratni qancha o'qiyman deb shuni bilan Hangzhouda o'qidim bu kasbda. Keyin og'a unvanmi dastlabda andikin choy bog'lovchi unvanni oldim. Orqadan ikkinchi qatim 2009 yil berib o'qigan vaqtda andikin rasmiy davlatlik o'rta darajalik choy bog'lovchi degan unvanni olgan. Ondan keyin shu o'qishni tamomlab 2009 yili 7-oyninki 4 saharda biz Urumchiga tushdik. Men va andikin meningki shirkatimdan yana bir bola. Biz Urumchiga tushguncha bo'lgan oraliqda bu Guangdongdagi Shaogan voqeasi bo'lgandi. Shu chog'da siz Ishkirda, Shaoguandagi voqeani Ishkirda turib ko'rdingiz. Hangzhouda turib butun shu torda andikin Shaogandagi bo'lgan Xitoylarning Uyg'urlarni o'ttirayotgan qiyachiya ash manzarani biz Urumchiga chiqqanda unchalik tafsiliy ko'rmadim. Ammo men Hangzhoudagi vaqtda hamma naq maydonni ko'rganda ko'rdik biz. Shu bizniki sinfda bizniki malim Hangzhouda bir nima deymiz, bir harbiy Silongboniki bujanınki ayarlı ekan, bu doktor xotin. Şu kunduz kirib, menmi xabarim yo'qka, shu 26-yillarda kashda nima qildi? 27-yilda Habibullah Guangzhouda voqea bo'pti, ko'rdingmi deganda, yo nima voqeasim sizlarga munosabatlik deganda, shuni ondan ha dedim. Shuni yotoqqa berib, yuqudan ko'raligimizni ko'rdik u vaqtda. Ondan keyin malim, ondan keyin kash tarafda ishxonaga kir, choy ichayli dedi. Shuni ishxonasiga kirsak, ishxonasida bizga naq maydondan soqchilarningki bir-biriga yo'llagan videosini ko'rsatdi. Videoda rasmiy Uyg'ur bolalarni urib o'ttirayotgandan keyin ba'zilarniki Xitoy oshkorlamada quliqini kesayotganlar voqea qarang, quliqini videoga tortib mushta ko'rsatgani. Men ashuni ko'rdim Hangzhouda. Xitoy u yerdagi o'lganlarning sonining hammasini yushudi, andikin yolg'on gap qildi. Shuni olandan keyin masalan, ash vaqtning o'zida u voqea bo'lib o'tgan vaqtning o'zida Uyg'ur biz, Ilhom To'xtiniki Uyg'ur biz to'g'rida, diyorimda, salkinda bu vaqtda nurg'un narsalar e'lon qilindi. Ammo bu e'lon qilinganlarmi Uyg'ur bir biz to'g'ridan yoki Xitoy torbatlaridan elib taqatgan narsalar. Bularnikimi son sipirlar askarlarning, soqchilarning qo'lida uchib shikanda, unda to'g'ri emas, men sizga desam. Amaliyotda u yerda o'lganlarning soni 10dan jiq. Shuni bilandan men ma'lum dedim, videoni men avatib bera olamsan, men videoni ma'lum shunda tasda videoni men ko'chirib bergan bir flashga. 10 necha video ko'chirib bergan qarang. Shuni bilandan keyin 10 necha bizniki ayniqsa Urumchida torbatlar taqalgan, men faqat 3 ni ko'rgan. Asosida hozir taqilib yurgan bir video bor, shunda tutib. Ama men ko'chirib bergan 10 necha video, uning ichida Uyg'ur bolalarning quliqini kesayotgan yo o'liklarning quliqini kesayotib, beshiga siygan ko'rinish va qarang. Shu ichimdan deganda aşağıda o'tirib deganda shunda bug'ilib ketdim, qarang, ichimdan degan yig'i portlab chiqadigandek bo'g'zim o'sha gaplashib qolgandek ketdim. Shuni bilan 7-oydan keyin 4-kuni biz qaytadigan vaqtda andikin 3 tal yupa menda botdi USB. Shuni bilan buning birsida ash video botdi, qaraman 10 necha tal video botdi. Andikin biz Hangzhouda u yerda VPN'dan, yani tomdan atlab, andikin chet ellardagi xabarlarni ko'ratdik rostdan desam. Andikin Erkin Osiyoning radiosidan xabarlarni tushirdik. Hatto Rabiya Qodirniki muhabbatning 10 sharti degan demismi shu vaqtda biz ashadni o'qigan. Ashdan narsalarni biz hammasini o'sha chet elda ko'rgan, ayni Ishkirda qarang. Shuni bilan qayta andikin kurash ko'rsaning nurg'un naqshlarini degandek narsalarni tushirib oladi. Har qatim kelganda Urumchida ko'rmay shu Hangzhouga Yunnanga shu tijorat bilan kelgan vaqtda Ishkirdan andikin VPN bilan ashta to'rga chiqatdim, xikosat bilan. Shuni andikin qaytadigan kuni biz yanimda men shirkatdan bizniki yordamchi bir bolani olib kelgan. Hangzhouga kelgan vaqtda uni men bilan o'qitgan. U bola bu ishlarning hech nimani o'qimaydi, mening nima ish qilganligimni o'qimaydi.
Çünki men atrofimdagilarga biraz ziyon yetib qolishini xohlamayman. U bola men bilan yetib qolib, o yataqlardan qilib qolgan bilan ayrim yataqda yetib, ondan keyin maktabga qilsaq bilan qilib qolgandan keyin o tafsilotlarni bilmaydi o bola. Chunki unday ishlarni bir o'zingiz bilgan narsa sir bo'ldi-ku, ikkinchi bir odam bilgan narsa sir bo'lmaydi-ku, qarang. Masalan, vaqtiroq balta Xanjoda aydirimda aeroplanni saqlab o'ltirgan yerda bu sirt so'mkasini aşağıda unutib qolibdi ondan keyin qarang. Aeroplanga chiqib hop, shuning bilan Urumchiga tushay deganda kichik so'mka qani desam, ayaga evatdim dedi, men bag'ishay debdim, aeroplandan so'mkani topolmadik. Shuning so'mka qani deyman, shuning u so'mka shu yerda yo'qolib ketdi. Uning ichida bakchiq uchurlar bordi. Hatto shuningdan keyin aydirimga tushiblar. Biz Xanjoda biz bilan birga tijorat qildigan, ondan keyin Xanjodagi bir cho'ng choy tijoratchisi bor dedi-ha. Lüşin çayı deb. Şuningki ondan keyin shuningga telefon qildim men Xitoyga. Xanzo, mushtaq biz bir so'mkani aydirimda unutib qolibdimiz desam, nada o'tirganligini bilamsa dedi. O'tirgan deb berdi. Desak 2 soatga qolmay u bir telefon qilibdi. So'mkani ashani tozalik qildigan bir ayol ep qo'yibdi-ku. So'mkani ochmabdi, hamma narsa joyida-ku. So'mkani men hozir akeldim deb, ondan keyin Ebibullah sening so'mkangda ba'zi narsalar borki, men uni tashlab etdim. Sana yaxshi bo'lmaydi deb ochdi dedi. Nimaga desam, so'rama dedi. Keyin ko'rishganda sen nerdan olding uni, nima narsalar deb. O videoga bak qiziqmabdi. Bu videoni men nima Guangdongda bo'lgan voqea ekan-ku dedi. Ha desam, hukumat buni hozir qattiq yig'ishtiryapti. Shu men qo'yatdim dedi. Ondan keyin u videoda biz Erkin Osiyodan tushgan xabarlar bor dedi. Şunu olandan keyin bu onu ko'rib qo'rqib ketibdi. Eyvallah sen yaxshi odam, bu o'zicha menga yesa yaxshi odam. Bilman sen bundoq nim qilmaysa fan ham bo'lmaysa debchi menga. Sen bunda yuzuriylardan bo'lmaysa, ammo balkim sen buni qiziqib saqlagansa, sen bilan nim bo'lmasin deb, men buni oyda yalim yaxshi aydirimdikilar oshmabdi. 1000 koy pul berdim dedi tozliqchi ayolga. Ep qo'ydim deb nimani akab qo'yibdi qarang. Shuningdan keyin uni bizga Urumchiga sepadi, ammo u yupan shuni supat aşağıda qilib qoldi dedi-ha. Shuni u yo'qolib ketdi. Urumchiga tushdik, Urumchiga tushib qolgandan keyin shuni 5-islar atiganda bizning zavod qurilish qilyapti Sanfanguda. Men zavodga berishim kerakdi. Zavod yakshanba kuni bolalar dam olgan, ammo qurilish qilayotganlar bordi. Shuningdan keyin shu bir berib ko'rib kelar, hamda bir Xanjodan kep ketib shugan bil orliqda 2 oyga yaqin vaqt o'tib ketdi dedim-ha, men kep baqmag'ili. Ishlar qanday bo'ldi ko'rib kelay deb men zavodga menga vaqtda dedim-da endi. Shaharning ish taraf bilmasam qistonchilikda qolma. Qozoq mahallasi taraf bilan, Sanxon taraf bilan chiqib ketaylik-chu deb. Qozoq mahallasining usti taraf bilan men hep Simli zavod tarafdan menda ketadiganman davomli zavodga. Şunu açtan mаңды. Маңға вақытта şunu Қазақ мәлістен үтіп, қабірстанлықтан үтіп, Қазақ мәлістен үтіп, қылғанда әрбейлерініңке, yolninki аяқ маңға вақытта сол қол тарапта әрбейлерініңке мәшік қылдыған, сақшыларының мәшік қылдыған бір чаңдейсі бар. Кейін қабірстанлықтың үстігі біріні қылды. Aşağıda andayken 2-3 мың asker barken toq. Puxraç giyingenleri бар, saqçılar бар, qar kiyimli kelip alaydı saqçınınki. Askerlar var, forma kiygan. Ondan keyin har xil yangi mashinalar borki, askar mashinalar borki, qarang. U 7-oyning 5-kuni 7-oyning 5-kuni atganda. Shuni olandan keyin men o'tib o'tib, o men qat'iy xiyolimga kelmabdi, o namoyish chaqiriqi, u kun namoyish bo'ldilar, men qat'iy o'ylamabdiman o kun atganda uni. O'ydigo degandim bolalarga o'ydikilarga. Teşhir çıkmanlar cuma, bugün müşta gaplar barki, balalar deb qo'yinglar, zavod ishlaydiganlarga uyoq chepishimisin deb başta degandim. Deb u yerdan o'tganda xiyolimga kelmabdi odan. Shuning bilan zavodga berib, zavodda bitam o'tiray deb shu zavodga yaqin kelganda, ondan keyin shu Simli zavodidan o'tib, Sanfangudan nima deymiz, yuqori suratli tosh yo'lga chiqay degan yer kelganda, Sanfanguda ondan keyin yana bir tekshirish punkti bor. Tushuktam tekshirish punkti deydi. Sanfangun tushuktam deymiz-ku.
Aşağıda andikin burunmuğu bəzən də maşın turtdu, o yettincenin 5'den burun. Bəzən də maşınlar yoxdu, tekşümeydi asasen ama bir tekşüş punkti batdı. Ütkü ötüp qarsam u yerga 7-8'de saqçı maşinisi jığılıp gitti odan ha. Ama tekşümepti yoldan ötkenlerini. Şunu bilan şu yerkili maşınlarni ko'rgandan isim keldi. Voy rost bugun muşta namoyish chaqirqi batdi deb zavodga berib, zavodni boqadigan bolaga dedimda, ukam qat'iy tashib chiqmanglar, bir jiddiy ish bo'lib qolsa telefon qilinglar, unda biz vaqtida qaytaylik deb zavoddan yana qaytib ketdim mandan keyin ko'rib bo'liblam. Zavod ishlayotgan Tungalabodda qurilish qilayotgan. Qaytqanda yana andan shaharning ichki taraf bilmag'aylimi deb bo'lib o'yladim. Andan keyin yana eng yaxshisi kelgan yo'l bilan udul uyga berib, bolalarga yana bir qatim topilib o'tib, bizning vaqtda bir ishxona shu Jididda Chingwang rayonining ichida yo'l bo'yidagi binoda bir ishxona Balxonda asodati qarang. Şunun bilan ishxonaga kelib, bolalar hammasiga telefon qilaylik deb ash tarafga mansaq, ya'ni Abay oldida ko'rgan askarlar yig'ilib ketgan yerda, andan keyin askarlarga javobni kaltaklarni aşağıda mashinadan kaltaklarni tushirib taqib o'tibdi qarang. Şunun bilan dedimda, andan keyin bugun chuqur bir voqea bor, ukam, diqqat qilinglar. Deb bolalarga tapılab qo'yib, uyga kelsam, o uyga kelib bo'lguncha mening ayolim o yakshanba kuni bo'lgandan keyin bozorga chiqamiz deb atiganda chiqib ketib bo'pti qarang. Jiddiylik tilpi uryapman, nada sizlar deb, uni ustiga balam tatliq baba vaqt edi ha. Ash qo'rqib jiddiylik tilpon deganni uryapman, endi 2 yoshdan oshgan vaqt, 3 yoshga kiradigan vaqt edi ha. Şunun bilan telefonni qilib uyga yenib keldi, buni ishtikdim qilsam, bu uyga Yamantar shaharning ichida hamma yerda ma'lumotchilik bo'lib ketdi. Biz kavatimiz hozir dedi. Şunun bilan lekin uyga yenib kelinglar deb ularni saqlab o'tirib, ular uyga kelib bo'lgandan keyin xotirjam bo'lib, endi men chiqay deb. Şunun bilan andan keyin men shaharga qarab mondim qarang. Men kelgan vaqtda oldi bilan biz uddul Guangchangga berib boqaylik deb, men andan keyin yana bir do'stim nima qarab manda qarshi tarafga qarab. Kelgan vaqtda masalan mushalarga shaharning hamma yerida puxroch kiyingan soqchilar. Men o Urumchida asosan ishxona shu naminda bo'lgandan keyin o tavallikdagi paychi sodagi guvoh o'qiydi. Hammasini taniymiz dema jiqini. Jiq odam tunishliq men. Shu butun arpaylar, butun soqchilar puxroch kiyinib hammasi ko'chalarga to'kilib ketdi qarang. Shuni olgandan keyin Baxında sağ kelib, ishxonaga bir chiqqandan keyin shuni bilan Guangchangga boraylik deb borsak, asosan atrofida hamma yerda soqchi qaynab ketdi. U yerda bu yerda askarlar turdi. Ondan keyin mana Tensaroylik Qo'ng'anjudan, shaharlik Qo'ng'anjudan men tunuydigan 5-6si ma tarafdagi nima Guangchangning qarshi tarafida bir sud saroyi bor-ku. İsim kelmayotdi, tilimning urchida bor. Şunun bilan oldida mashina to'xtatadigan yer bor. Şuni shu yerga kelib qilsak, u yerda andan keyin men taniydigan bir ikkisi bor qarang, Tensaroylik Qo'ng'anjudagi. Saqchilar. Şuni bilan nima ish qilyapsa bu yerda deganda, buni chuglab kelgan bir narsa og'irlatsak, bir narsani asta uyga ketib, 4-5 kundan keyin chiqib elinglar. Ketinglar hozir dedi. Amaliyotda shuni bilamiz degan nima ish bo'lganligini. Ammo biz ham maydonning ichiga kirmadik chunki. Hamma yer soqchi bo'lgandan keyin maydonning ichiga kirsam, men atogin yana shu nimaning ichida qolib qolmay debchi. Hamda chunki ansirga yerim birsi qilayotgan ishlarimiz bor. Abay degandek. Ikkinchisi andan keyin zavodda, shirkatda bo'lib, hamda hisobda 100 ga yaqin bolalar bor. Men bir ish bo'lib qolsam, bularning bexatarligi nurg'un ishlar bor tama. Shuni bilan dedim andan keyin mening do'stimga men seni birga ketdimmi? Agar ketaman desang seni olib qo'yib bo'lmasa biz qaytib ketaylik desam, shuni bilan keyin u men tutib turay, sen ket dedi. Shuni bilan men ishxonaga yenib keldim. Anda biz ko'rishib turaylik, bir ish bo'lsa men vaqtida xabar qilibdi deb. Vaqtda Benjang binganda andan keyin Mavrabiya sana oldida bilasiz Uyg'urlar logika deymiz, xika ko'tarib sotatdi. Shuni bilan andan keyin biz kelishdan burunla to'tal xika olgandan andan keyin yangi telefon olgan, telefonga telefon silib
mana bilan ko'rishayli deb, ondan keyin boshqalarni qilmasin deb, shu ishlatayotgan nomerlarimizni ishlatmayli deb. Şunun bilan shundoq qilib judoq. Orliqdan keyin rasmlarni ostol avatibdi deydigandek. İşxanaga kelib qilgandan keyin shu soatni aniq vaqtini deb bermayman. Men o'sha ishlatgan dorilar, burun turmada baq qiynayotgandan keyin manbaqchi hormon ishlatayotgan ha. Ülüdü bu deb. Şuna oson unutib qolmay bir ishlarni. Vaqaliklar anniki munda cho'ng-cho'ng ishlar asosan esimda qoldi, xotir qoldirmasam. Ama bu vaqt, soat, kun degan tarix asosan unutib ketmay qarangsa, mana u xiyol qilmagandan xiyol qilib, palon vaqtda bu vaqtda mandati deb shuni andikin soat manchalar bo'lgan bo'lsa kerak deb shunda deyman. Şu an şöyle ishxonaga kelib vaqtimizda andikin qiyoch yo gür ovozlar bo'lib ketdi. O vaqt ishxonamiz 6-qavat edi. Balxondasoniki, shu Yezigilik bankisining qarshisiga Munavvar Bo'dak degan sizga avatib bergan rasm shu bizning ishxonadan ko'rinib turadi. Shuni bilan pastga qarasam, namoyishchilarning bir qismi cho'ng top Shimxonallo bilan mengibdi. Ben o tarafta Shimxonallo tarafga asosan o'tamadim o kuni. Lekin shu Namin tarafdan, Sanishxons tarafdan, ash tarafdan hammasi aniq esimda bor. Shundan keyin qarsam Xontangri jamiyasining oldidan biz derazdan qarsak azroq ko'ra olamiz bu jakni. Gür ovozli bilan odamlar kelyapti. Shuni ular Yaxundasodan o'tib, men muzik zavodiga kelaydigan yerda shundan keyin o'sha yerda to'rib oldi. To'pidan qarab turyapman, ondan keyin bak uzoq tatqar rasmlarmi, video qo'yyapman, rasm tortyapman degandek, shundan keyin u yerda rasmiy shu qalaymiqonchilik ondan keyin boshlanib ketdi. Qarang, soat 3-4lar bo'lgan bo'lsa kerak, uni aniq deb bermayman. Soat qancha ekanligini deb bermayman ish qilib. Xatolashmasam biz shu yoshlar bog'chasining oldidan mashina yoshlar bog'chasining oldin to'rg'andan keyin mashina ichida qilib ochiq qolmagan, shu vaqtning o'zida agar 4 bo'lgan bo'lsa, shu 3 dan oshgan vaqt degan gapdan. Shuni odamlar deganda qechishyapti, yugurishyapti, shundan keyin Namin tarafga mangay deb tursam, bizning zavod qurilishi bor. Endi bu choy yemaklik bo'lgandan keyin bu Abdum rayonlik sifat tekshirish idorasi bizni har oyda kontrol qilib turdi. Ondan keyin mahsulotlarimizni Jayambog'ga chiqardi, analiz qilib turdi. O Jayambog'si analiz to'qlatdi, bo'lmasa marketlarga sog'ilib qo'ymaydi. Anda bo'lganki ular munosabatni yaxshilashtirish, yaxshi qilishimiz kerak. Ammo vatanda ko'rsangiz nima deymiz? Qo'lida bason taqsin ko'tarib yuradigan bir odam o'xshaydi bu deysiz ba'zi vaqtda. Boshliqlarning uyining oldiga sovg'a salomni, chag'am, bayram kelsa sog'izlarni, uni buni turshuydim men. Chunki nima ish qilsangiz hamma odam bilan munosabatni yaxshi qilishim kerak. Hamma odamdan o'zimga bilishga tegishli uchurlarni, masalan 10 odam bo'lsa 10 odamdan 10 xil uchur chiqadi, qarang. Aning munosabatli uchur chiqadi, mening munosabatli uchur chiqadi. Shu anda bo'lgandan keyin mushlarning hammasidan o'zimizning millatining taqdiriga munosabatli uchurlarni to'plashim uchun hamma odam bilan munosabatni yaxshi qilishim kerak. So'g' salomni berib tursiz, et bayramlarda xonbog'larni yo'llab tursiz. Xonbog'larni kichik yo'llamaymiz. 1000 koy, 5000 koy tazmanda atimizdan ba'zilarga taqiy. Şoňa nurgun uçurlar sizde. Şunun bilan ondan keyin shu Namin tarafga mangay deb tursam, Abdunum rayonlik sifat tekshirishdan bir Uyg'ur menga telefon qildi, qarang. Habibullah ne desen deb, men hozir balkonda ishxonada desam, biz shanba kuni shu moyandaydi, Ulanbaydagi Qarayag'ashlik bog'chasi bor-ku. Shu moyandamda chiqib esimda qolmabdi. Qarayag'ash bog'chasi sayligohlar, aramgohlar. Biz shanba kuni mushaga chiqqan. Shumigo emas, Ulanbaydagi moyandagi. Yo'g'on Qarayag'ashlar bor, aramgohlar bor, qarang. Qarlag'ashliqqa, Qahramonlar, Qodir Ashning ustidagi, isim keldi ya.
Şunun biz şembe kuni muşaga chiqqan, mushada qilib qolgan, hammamiz hozir yerim yotim emas. Mashinani haydab akirib kelsak bo'lmaydi ekan, shuni kelib bizni akirib qo'ysanglar, mashina bor, taksi to'sab kel dedi. Şunun bilan men Balqondasada mashinani Balqondasani oldiga to'xtatgan. So'ng mashina olib tushsam, mashinaniki qarshi tarafiga daraxtning tuyiga Vanglovchanning xishi deymizg'u, yo'lga yotqizgan xishni Urumchidagi. Aş Vanglovchanning xishining parchalaridan, toshlardan akilib, qurilishning xish parchalaridan akilib, aşağıya xish to'kab qo'yibdi qarang. Men o vaqt uni qat'iy o'ylamabdiman, bu yerga nimaga to'kab qo'ygandi deb. O bir kun burun aşağı paydo bo'lib qolgan u narsa qarang. Oldin tayyorlik qilib, Ha. o'sha yo'llarga toshlarni akab o'zlari Aşağı bir kun burun paydo bo'lib qolgan. Shuni ulandan keyin u vaqtda men qat'iy o'ylamabdiman uni. Shuni o'tkitib o'tib, unda to'kab qo'ygan qishni 2-3 yerda ko'rdik qarang. Masalan, ma'vu nimani oldida ko'rdik, vaqtda ma'valiqi bog'ja yeyandaymiz, ana bola doktorxonasida aşağıda qurilish qilayotgan vaqti. Uni oldidami pastda ashunda to'kliklar bor ekan. Bu yerda qurilish qilyotdi-ku, uni hammadan normal sanaydi. Amaliyotda aşağıdan akab to'kib qo'yibdi-ku aşağıga. Şunu olandan keyin biz mashinani olib nimaga kelsak, o'pka doktorxonasining oldidan o'tib ketaylik deb shu yerga kelsak, shuni olandan keyin kelishimizga gurta jo'shiylar qo'rosi deymiz-ku. Ash tarafdan harbiy mashinalar guykurab tushiblarmi, yoshlar bog'chasining oldidan to'siblarmi yetib oldi qarang yo'lni. Şunu bilan biz andaki mashinani shu yomon tasdan nimaga ochiqib yo'lning bo'yidagi nimaga to'xtatdik andaki ashundan o'tiblarmi Anjusha uchining oldiga. Ama mashinani akitamadik. Benjani oldidan yetib oldi andakin. Şunu bilan andakin u yerda qanday qilmaymiz deb mashinani aslida biz uyning oldiga olib o'tib yoki yan bir balni evelib mashinani berib olani akab qo'yib, mening xiyolimda yana sayishqonga ketish deding ha endi. Alanın nimasini rad qilolmayman, chunki mening ular ehtiyojim bor qarang. Men baxmasam bo'lmaydigan 100 ga yaqin odam bor o vaqtda. Ashlarniki nimasi, ashlarning qulida qalam mandal jijilvasa men zavotimni ocholmayman, ish qilolmayman. Shuni olgandan keyin biz o nimaga bordik, berib yana bir bola bilan. Umi bizning bir do'stimiz. Shuni olgandan keyin Ulanboyga borsak, ular biz borgan vaqtda hammasiga idorasidan telefon kelib qopti-ku, darrov qaytinglar deb. Şun basak o şehirde neymiş hukukatli okularım degende müştak harbiyler yollarını itib aldığı namayış bu etipti dep. Biz aşağıdan ötken vakitte andakin yani bir iş öpke doktorxonasının aldıda aşağılıkı harbiyler öpke doktorxonasının aldıda ama o şeyin jonşonu aldıda aşağıda harbiyler turp optiken otur mektepnin tarafından bütünley toraplamçı mektepten aldığını hukukçuların teşhir çıkarmay. Şunu olandan keyin qaras qurus nereden keldi ki bir tal taş kelganini o'qimiz. Taş harbiy mashinasi tegdi qarang. Ama atqanni ko'midik. Shuni bilan tursak o'pka doktorxonasining oldidagi tinchajani mashin qo'ydigan boshqaradigan bir razgi Xitoy bor. Shuni bilan oyat bir odamni tutdi deganda qarasam bir balani qatlab yeshikka solibdi qarang. Harbiy mashinada yeshiklarni akapti men hayron qoldim. Aşni hozirgi keyichi o'ylayman, nima ish qilib odamni bog'lab mashinaga tashlasin bo'ldi, nima ish qilib eshikka solgandi deb. Balni put qo'lni shunda tiz qatlablam eshikka seliblam, eshikni mashinaga bosqandi. Bir ikki odam ko'rib bir cho'ng ayol deganda boshda turibli qolib chiroy ifodasi qarasangiz hayron qolsangiz. Shuni olgandan keyin ukam darrov biz Allohning qishiq barayli deb biz u yerdan chiqib nimaga ma'lum qilgandan shu Benjang Bingvandan o'tgan vaqtda andakin Benjang Bingvanning oldida vaqtda qor taksilar chiqdi. Shuni u yerdan bir qor taksini to'sab shuni olgandan keyin nimaga ma'lum qarang bu qalg'ashliqqa. Desak odam nima ish qilarsizlar deganda mushta biraylarni akirib qo'yg'ilsak kim odam u deganda mushta Abnum rayonlik suhbat tekshirishdagi boshliqlar ajab so'rab ketdingiz soqchidek desam ya bugün emmiye qalaymiqan şunu sordum okularım dedi. Şunu olandan keyin bizni o yerga opirib qo'ydi. Basak ularga telefon kelib qopti hammasiga idorasidan darrov qaytinglar deb. Şunun onun ichida masalan qatnash soqchilari bor ekan, Abnum rayonlik
Savdo sanoati ma'mur boshqarish idorasi deydi, Gongshanju degan. U idoraning odamlari bor ekan, avtonom rayonlik sipat tekshirishdan bir nechasi bor ekan degandek. Bir 5-10 ga yaqin odamlar bor ekan, ayol. Shuni ulardan keyin borgandan keyin ular telefon kelib qopti ekan, o taksi bizni tushirib qo'yib ketib qoldi, qarang. Ketib qolgandan keyin shuninglardan keyin qandoq qilsak, shuni bu haliqi odamlar sizlarni biz chaqirib kelibdimiz, ukam asli telefon qilmagan bo'lsak yaxshi bo'pti ekan, bizga idoradan telefon kelib qoldi. Sizlarni biz olib qo'yaylik deb ular andan keyin yana sandan bir tarafga qarab mandi qo'yadi. Kelayotganda inqilobiy qurbonlar qabristonligi degan Xitoyning mozorligi bor-ku. Ashning oldida harbiy mashinalar bor ekan to'q. Ondan keyin Sandonbeydan qatnash bekatdan o'tib, Udul kelsa, Shinjongda shu ketadigan mayoq mansa, Shinxonaligi mayoq mansa Saymachanga ketimiz-ku. Ashal kelsak, ashani yo'lni ondan keyin u vaqtda u yerga harbiylar kelmabdi ekan, ammo soqchilar to'sab qo'yibdi ekan, qarang. Qatnash soqchilari. Ko'riblar, ukalarim nima ishinglar, nerdan keldinglar dedi. Biz haliqi mashinada, hammasi boshliq ulardan, A bilimning Kjang, Ma bilimning Jujang degandek haliqi qaysi idoralarniki. Shuni o'ylamanda qarab birsin to'naydi ekan, shuni o'ylab, voy nega borganting deganda biz tunugun chiqib ketgandigina deb shuni ular o'zining gapini qilishdi qilib qolgan ekan. Mayoqlarga ketinglar, shaharning ichiga kirolmaysizlar deb haliqi. Ba'zan Uyg'ur soqchilar shahardan qochib chiqqan bolalarni ukalarim shaharning ichidan tumanglar, uyinglarga ketinglar deb Uyg'ur soqchilarining ba'zilarimi ashta deganni ashada ko'rdik. Men soqchining hammasi eski deb qaramayman, soqchilarning ichidami yaxshi vijdonliklari bor ashunda qarang. Ashada bolalarga ukalarim mayoqqa mansanglar, oyoqqa mansanglar, udul ketinglar deb bo'ldi ishlar bo'ldi, mushakaychi bo'lsa bular. Buningdan keyingisi Xitoyningki kutkuni bo'yicha bo'ldi deb ashta degan ashada bir soqchi. Shuningdan keyin biz u yerdan ulovli kavassoq, ashlar bizni akab qo'yg'ili. Ma yangi Chuyan bor-ku, san'at yurti Saymachangda o'qimishdi-ki, shu yerga kelaydigan vaqtda qarshi tarafdagi Tongtong avtomobil deb ashada Xitoyning bir avtomobil shirkati bor-da. Ashning oldiga shu yerga kelsak, bir minibusda 7-8 Xitoy tushdi-da. Birsidan 3-4 tushdi, birsidan 7-8 tushdi. Tushib hammasi bular andan keyin biz zavodga kelib ketishda Qozoq mahallasining ustida ko'rgan puhrochi kiyingan odamlarga o'xshash odamlar qarang. Ashlar o'xshash tipdiki. Tushiblar mashinadan bir xaltadak bir narsani uyrivatdi qarang pastga. Voy bular bir narsani uyrivatdi deb bunda qarsam toshga yana andan keyin xish tosh degandek. Ha deb qilsam biz akab qo'yg'il berib, bizni akab qo'ygan odam nima dedi desa, ma anangni Xitoylar bugun mayada chatoq chiqirdi, ukalarim. Ma hammasi Xitoyning o'yiniga o'yini. Ma namoyishni bizning bolalar yaxshi qilibdi. Bu Xitoylar Guangdongda bizning qarindoshlarimizni o'ttiryapti. Mana yuraki bor odamlar qildi bu ishni. Ammo ma Xitoy meni o'yinga aylantirib yetdi. Ma niyat yomon. Bu Xitoylar mushtaq Uyg'urlar namoyish qilsam, oxirini qalaymiqonchilikqa aylantirib yetdi. Burunqi namoyishlar mashta bo'lgan 89'lardagi deb u akimiz shuni dedi. Deb andan keyin darrov uyga ketinglar dedi. Shuni u yerdan biz tushib oldik mashinadan. Tibatlarniki dedi mashina qilib ketgan. Tibatlarniki mashta qildi ekan to'q, masalan, 89'dagi 88'dagi namoyishlardimi shunday qildi ekan. Shuni ulardan keyin u yerda biz tushib olgandan keyin aka bo'ldi biz o'zimiz ketimiz dedik-da. Deb bo'lib, shuni ulardan keyin dedim, men to'xtab turaman deb, men ko'rayam deb u vaqtda shu oyoqni aylanib, mayoqni aylanib soat kech bo'ldi edi. Shuni ulardan keyin yana shaharning ichiga qarab mandim. Menga vaqtda Bianjani oldidan sal o'tganda ashada bir avtobus kuyib yetibdi ekan. Ondan keyin men Saymachangda textib tinchgan to'q, Uyg'urlar kechlik bozor qilib yetibdi ekan. Ondan keyin Tilziya stansiyasining ust tarafda Chingguanghuayan degan tarafga ketgan tarafda ashning sal ustida ondan keyin u yerdami yana bir avtobus kuyib yetibdi ekan go'kirab. Shuni biz undan manzarani tunji qatim ko'rdikda, Saymachangdan o'tib ashada mashinadan tushib oyoqqa mangayli deb turishimizga
Abayqı degəndək minibus maşında andıkın yana 3-4 adam gəldi. Kep bular yüzüne qol yağlıqdək bir nəsdə manda çigivapdı qaran. Çigivapdı andıkın bilige kiçik manda portman oxşaş somka esivapdı dana içində aparat var. Bular kep andıkın qaras qurusu 2 tal taşını etib yoldakı bir nəsləgə şunu qarab tursan o ura çaqa Uygurmu sen dep yoldakı ütkit bağallığa açdı dep vaqadı o yerdə kuşkətdi. Akimizin gibi işimizde vardı ya deganlik. Şunu oğlum mala hemiz askerler o malanın yürüştürüşü qarsanlar bilsizler degan tuchu. Ular hemiz qadam elishleri, mesela çaş basolları, andikin askerler bilan normal adamlarning yurişi az farqli bo'ldi qarang. Askerler biraz chabdas bo'ldi. Şunu olandikin bu guyla oyun qo'yg'il kepti dedi doq. Şunu u yerdan andikin shaharnacha qarab kirgatdik. Kirgan vaqtda shu andikin asosan qilaymiqonchilik başlanıp optike qaran, hem yerde güldür qaras, bir yerden oqlar etilyapti. Yolda u yerda bu yerda adamlarni yo'lab qechivatqanlarni ko'ryapmiz. Ondan keyingisi rasmiy bir ish qilib dahshat o guli. Söhbətimiz nəhayət yaxşı davamlaşıyotdu, yaxşı sözlər beratsız. Hazır asasen şu 5. iyul günündən burunqu iş və 5. iyul günündəki şu işlər başlanıb muşunchalik so'zlagan bo'laylik. Endi yana oxirini yana sizniki qanday qilib o'sha butun shaharniki ko'chalarini soqchi mashinada aylanganligingiz, andan keyin yana bir necha oyliklarniki vaqaliklar boshlarni qaytadan shu takrar yana bir suhbat o'rlashtirsak degan umidda bir vaqtingizni qaytadan chiqarib keyingi qismlari to'g'risida biroz gap qilib beramsiz yoki davomlashtiramdiq yoki biroz gap berib oyoqlashtirsak. Bence bu vaqa bunda yarım saat, 1-2 saat bilan tugaydigan bir jarayon emas. Hozirgi meniki bayon qilganlarim shu 5 iyul qirg'inchiligininki oldidagi, andan shu 5 iyul qirg'inchiligidagi atiganda ko'rganlarim degandek vaqalar. Shu kunki o'zimning tafsiliy faoliyatlari degandek. Bu texi boshlanish qismi. Ama 5. iyul keçisi koçalarda aqqan qanlar, uyoq bu yoqlarda Sanjixanzılda, Murat Bağda dövləb qoyğan cəsədlər mən ko'rgan. Ondan biz yana bir do'stimiz bilan onu keyingi bölümdə deymi. Cəsədni tuşub bular nəga ep manğanligidan tortib iz qo'g'lagan biz. Bu tafsilotlarni keyingi videoda desak, bu biroz keyingisi bak ichinishlik hem men bayon qilgicha birozni qilib qolishim mumkin. Ondan boshqa shu 5 iyul qirg'inchiligida o'lib ketgan ba'zilarning oilasini ta 2016-yili chet elga chiqishchi bo'lgan orliqda men 100 ga yaqin shu voqeaning ziyonkashligiga uchragan naq shu kuniki oilalarni ziyorat qildim. Bular ayrim ko'rishdik. Shu kunki voqealarni, jarayonlarni, ashlarni og'zidan oldim. Andan yana birsiga bo'libmi bu torlarda eng mashhur ketgan daraxt chiqib olgan bolaning oilasi bilan onun bilan shu vaqtning o'zida 2015-yildan burun bir ko'rishgan. Andan keyin balkim 5 iyul voqeasini anglag'uvchilarniki jiqi bilishi mumkin. Ürümçide bir kichik bola 10 boshlang'ich o'qiydigan bir kichik bola suvdan qo'rqadigan bo'lib qopti. Saqchilarmishda baqinib o'tibdi degan gaplar taqilib shurgan. Amaliyotda u rost. Bu bolani dadasi bilan ziyorat qildim ondan. Shu kunki voqealarni yashaganlarni tafsili deb berdi. Bu jarayonlarni keyingi bölümlerde anlatsak biraz ichinishlik. Onun üstüge bugün etigentin 2 intervyu yani bir radyoga, bir gazetga degandek tunugin bana gün bir televizorga degandek muşaqti so'zlar verib mamalaqi ichinishlik tragediyalarni takrorlab va singizliqi odamning nemiz bağınca şunun içi qaytib qolgandek tuyg'uga kelib qoldi ekansiz. Shundoq. Tamam, hamsa bugungi suhbatimiz mushunchalik bo'lib tursin. Keyingi suhbatlarimizda boya siz tilga ilib o'tgan mushu rasmdagi bola to'g'riliq demoqchi-ku. Mushu rasmdagi oilaniki ish izlari
Yani ma'u hadimiz Tursun Niyazxon. bu aileniki 100'den ortiq oilalarni ziyorat qilib, to'xtamay uchur to'plab rasmiy axborot sohasidagi qani davomli yana hikoyalaringizni anglayli. Bugun alohida vaqt chiqarib, mushu to'g'riliq bir tarixiy bo'lib o'tgan ishlarni og'zaki so'zlab, guvohlik so'zlari sifatida saqlanib qolsin deb videolarni ishlatganiga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi qismimizda ko'rishaylik. Ko'pchilik hammanglar kanalımızga abone bulup, qo'ng'iroqni chiqib qo'yishinglarni, har qatimliq shu 5-yil qirg'inchilikni eslash, xotirlash yuzasidan o'zinglarniki biladiganlaringlarni, o'zinglar taniydigan faoliyatchilar bilamdi yoki mushundaq media xabar, axborot ishlari bilan shug'ullanayotgan kishilarga aytib berishinglarni, mayli u yoshirin oshkora holda bo'lsin, bir anglansin. Jimjit yo'qolib ketmasin. Xitoyninki jinoyatlarini yoshiradigan foydasi bor navoda davomliq sukut ichida yursak. Meningmi deydiganim shu, men bilinigan Turkiyada yashayotgan degandek nurg'un mush voqeaninki tafsilotini ko'rgan, bilgan, hatto do'konlardagi bexatarlik kameralarga shu kunki Xitoyning qirg'inchiliklari tushib qolgan qarindoshlarimiz bor. Shu vaqtda cho'ng tijoratlarni qilgan ashada, ammo bularning hech qaysi bularni oshkorlamadi. Xitoy hukumati 7-oyning 6-kuni mushu Dabaza, Sanshxanza, Nanmen, Dönkövrük mush atrofdagi shaxsiy do'konlarning ba'zininki kameraga bog'liq kompyuterlarni yoki qattiq diskalarni sökib aketgan ishlar bo'ldi. Ba'zilarininki sökib aketmaganlarning saqlanib qolganlari bo'ldi. Chet elda mushuni bildigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bular hozirmi Xitoyning siyosati yumshasa, yana vatanga qaytib berib tijoratimizni qilsak degan umidda yashayotganlar bor. Qarindoshlarim, Allohning oldida javobgar bo'lamiz, qiyomatda javobgar bo'lamiz, bu millatga javobgar bo'lamiz. Sizningki mushu tarixni, mush tragediyani bilib turib yushug'ingiz, bu millatga ziyonkashlik qilganingiz, Xitoyning jinoyatini yepishga yordam qilganingiz bo'ldi. Mush voqeani bilganlar, ko'rganlaringlarni, bilganlaringlarni bu yerda Guliga danglar demayman, radioga danglar demayman, sosyal medya degan jiq. Aşağıda ma'lum birlar ul iletişim keçip, manda ko'rgan, man tafsilotini deb berishni xohlayman desanglar bo'ldi. 7-oyning 5-kuni Urumchida bo'ldi, 7-oyning 6-kuni Qashqarda bo'ldi. Urumchidagi hammadan bildi, Qashqarda bo'lganini bildigan sanoqliqlar odam bor. Qashqarda bo'lgan voqeada menda 4 talmo 6 rasm bor ekan to'q. O rasmni men bir radioga ta'minlagan. Qashqar aytganim maydonda odam tutayotgan ko'rinishniki. Mushuni bildiganlar bor, bo'libmi Qashqarda bo'lgan voqealarning tafsilotini biladigan, ammo buni qat'iy so'zlamagan odamlar bor. Allohning oldida javobgar bo'lsizlar, ma millatning oldida, tarixning oldida javobgar bo'lsizlar, biladiganlar so'zlanglar, Xitoyning jinoyatini oshkorlanglar. Mening deydiganim mushunchalik. Tamam, yaxshi chaqiriq qilib berdingiz. Sizga rahmat. Bu hozir shu suhbatni oxirlashtiray. Asosan 7-oyning 5-kunidagi kunduzdagi ta kechqurunga bo'lgan qadar hozir so'zildik. Hamsa kelar qatimliq davomli butun kechida qirg'inchilik bo'lgan kechidagi aslini anglashga hammamiz tashna. Undaq bo'lsa hammamizga xayr xo'sh, Allohga omonat. Keyingi sonda ko'rishaylik. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.